Ovozini bitta eshiting. Wow. Ford korporatsiyasining eng husni jamoli go'zal bo'lgan pikaplardan biri O'zbekistonga yetib borguncha bor yo'g'i 89 ming AQSh dollari bo'ladi. Go'zalligi, opsiyasi va topilishi qiyin bo'lgan F150 Platinum. Yuradigan omborxonamiz ikki xil ko'rinishda ochiladi va uning hajmi 1,5 ming litrdan oshadi. Lyukseviy pikap bo'lganligi uchun listeviy resorlar yoniga CCD amortizatorlari o'rnatilgan bo'ladi. U yo'lovchilar uchun maksimal komfortni taqdim qilishga sabab bo'ladi. Xonadoningiz zalini atmosferasini beradigan kenglikda, yuqori qismda esa ayvoningiz oynasidek keladigan panorama. Bir dona o'rindiq o'zida massaj, obduf, podogref, elektroprivod va sifatli va tabiiy charmdan iborat. Qolgan opsiyalarni gapirmasa ham bo'ladi. Tasavvur qiling, 0 dan 100 gacha bu pikap taxminan 2,5 tonna og'irligi bilan 5-4 sekund sarf qiladi. Yoqilg'i xarajati esa 13 litrdan 16 litrgacha xarajat qilishi mumkin. Buning hamma sababchisi esa 3.5 litrli gibridli motor Power Boost bo'ladi va Abrazning 6 silindrga 430 ot kuchi, 773 Nm 10 tali uzatmalar qutisi bilan.